Assalomu alaykum. Do'stim, qadaroq ahvolinglar, yaxshi salomatlikmi? Ava etigan sizlar so'zlashgan bir uchuri bor. Sizlar xabar qildinglar ki men boshqa yerdan oldim. Yana u yerdan olgan xabarlarimizga qaragan chaqda hammasi to'g'ri chiqdi. Mani sizlarga deb qo'yay, o'qib qolinglar demoqchi. Haliqi Xitoyning haliqi dunyo tijorat birligi WTO'dan Kongo'da foyda etgandan keyin Xitoyning ichidagi bu dollar egizpaschiligi, iqtisodiy kriz, buning hammasi Xitoyning bo'yniga bog'lanib, biz zanjirlab turganligini ishoratini ko'rsatildi. Uningdan keyin Xitoyliklar bilsa xabaringlar bor. 5-4 kun yaqin bizning ۋەتىنىمىزدىنكى شەرقى تۈركىستاندىن gumi, qağılıq, poskan, yakan, xotan mush atroflarida tog' aralash tosh qo'ygangacha keyin ilgari keyin kengaytib bular mushu Qashqa, Yangisha, Ko'nisha mushu undan keyin efendim haliq nima bor yo'pog'a mushu ochiq-machiq Makit, Palampiston deydigan yerlar bor. Mush Fazivatdan otishdan tortib ta sariq to'pog'icha mush orliqda Xitoy dahshatli bir manevr o'tkazyapti. Buni siz tushunasizlar-da. Mush manevr jarayonida bu Xitoylar shu haliqa hayv qildigan aeroplanlarni pes uçurup muşda hakka aşağıda haliqidek rahatsız qiladigan ahvollar duch kelyapti. Buningdan keyin bu Xitoylar buningdan qo'rqib endi va tank-panklarning hammani so'ray yurib, jaldi eltib haydab yurgan ekan ko'cha yezilarda. Bu Xitoy zot nima ishdi deb u ham tilpini etishib, urush bo'ladi ekan degan bir qo'rqinchi bilan Xitoylar shu ۋەتىنىمىزga kelgan poyezdga shu chuvni olashgandek olishib, to'p-to'pilab chiqib, bu qېچىشقا boshlabdi danglar. Shunlar Qashqadagi mush tunigun bugun yaqin mush dollar hali qo'ynida ko'tarib yurib sotadigan dollar bozorida 13-14 qo'ygacha ketgan gap bor. Urumchida zaten dollarni topqinolmaydi deydi. Bu Xitoylar qachivergandan keyin million Xitoylar o'tib ketib bo'lgandan keyin nimadan Shanshisadin ya'ni Xitoy bilan bizning sharqiy Turkiston chegarasidan o'tib qochib bo'lgandan keyin buni mudofaa qilish uchun askar yo'llab bu Xitoylarga hava qilib tushadi deb askar Xitoylar, harbiy Xitoylar buning buyruq bergan gap bor. Shuning bilan va to'qinish paydo bo'lib bu Xitoy deydi bizning o'ligimiz yo'q. Sen berib o'lib ol aşağıda. Ama vatan qo'ldan ketib oldi endi Amerika bo'lsa ayna qonun ma'qullash orqali xalqning huquqini berdi. Biz demadikmi, millatni ichirib so'lavanma, biz chiroyli yashayotdik. Sen mandaq qilsang, keyin buning igi chiqib qolsa, biz qochadigan yer topolmaymiz degan gapimizga chirishmiding. Mana bugun ko'ygilik keldi, kagilik keldi. Beshimiz mana bu buningdan keyin o'lgimiz yo'q deb aşağıda egizpas ish olib ketgan gap bor. Bu ağın xabar. Çünkü mava Rusya tarafından ticaret kelganlar bu dollar sataydı sitaq qo'qib, dollar setib qo'ysa oldigan raq yo'q. Hamma Xitoylar shahini qo'yib o'tgandan keyin adash. Bu avvallar egizpas olganlar xabarini oldik. Degan qaytib ketgan Rossiyaga ketgan tijoratchilar aşağı berib kelib turayotgan ba'zi bir uchur egallayotgan odamlarimiz bordi. Bu tilpini chiqib turgan hojim ahvol mushunda bu Urumchida shu qachayoqachilardi ammo Qashqarning ichida normal ishlamchi Xitoylar emas. Mush hukumatning ichida muhim ishlaydigan Xitoylarmi aytildi ko'pisini ko'tariblar mengibdi deydi. Do'stim, ma'ntaz o'qib olinglar. Ma'vo jiddiy bir xabardi bu shu sirtdan olgan. Qog'inni sizlar bir ko'chalab bir vabadan o'qib beqinglar. Mushning rost yolg'onligini o'qayli. Ama gaplar jing hamda rost yolg'on degan gapni emas, ma'li ko'zda ko'rgan gap hamda. Chunki bo'limi shu alaqa nimadan sariq to'p tarafdan Qirg'izistondan kelib Atosh, Qashqardan mal olib ketib olgan qirg'izlarningmi uningdan keyin aşağıdan kelib ketgan tijoratchilardanmi buni egallab baqdiq. Ashunda bir avval va hammadan bilmaydi ekan, buni diyolmaydi ekan, qo'rqidi ekan qisqasi. Avval mushu do'stim, buni xabar tep qilinglar. Vaziyat mana mushunda. Uning uchun mush bizningki
aşında qo'rqayotgan, aşında iştahını şaxını qo'yib qochayotgan bir paytda do'stim, bizning millatimiz hamda xavranglıva Yevropada aslında yashayotgan odam beshini ichiga tiqib olyotdi, ama millat das o'rnidan turib, buningdan keyin qanday qilish haqida muzokara ilib boradigan yerda, chunki Amerika aynıka bizningki Şərqi Türkistanning inson haqlari va kishilik huquq siyosiy davoyimizga yeşil chiroq yoqib tasdiqlab berdi. Buningdan keyin bu davo nishonimiz hamda u koni gapni tashlab mustaqillikdan iborat bu yangi